أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين آمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: قال: ولا يقتل صيد البر ولا يشير إليه ولا يدل عليه. Ehramlı qalatda quruqluq ovlarını öttəsi bulmaydı, öttürdüğün ovçığa işaret qılıb kösüb qoysun bulmaydı, yoki o'rinni deppasin bulmaydı. لقوله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. Aşı ayette ehramlı qalatda ovni o'ttamanglar deb buyurgan. Va antum hurum ehramlı qalatda degan mazmunni bildirdi. Haramdagi vaqtingizda degan mazmunni bildirdi. Degan zohirdan ehramlı qalatda desak, ehramlı qalatda ovlash va uningga har qanday turda yordamlashish cheklangan. ولقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. Ehramlı qalatlarda sizlarga quruqlikni ovlari halol qilindi. Yana bir oyatda: "Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara." Su ovlari halol qilindi degan. Yani şada o'tirash hozir Qur'onning aniq lafzi bilan cheklangan. O'ttamanglar deydi. Peki işaret qilish yoki dalolat qilish bu hadis bilan cheklangan. İşaret qilish degan qo'l bilan shunday ishorat qilib qo'ysa yoki ko'z bilan ishorat qilib qo'ysa ishorat qildi. Dalolat deganimiz matamning haqida, bog'ning ichida yoki maqram tashning haqida deb bayirni ko'rmaydigan holatda bayirni deb dalolat. Bunun dalili, yani işaret bilan dalolat qilishning cheklanganligining dalili لما روي أن أبا قتادة رضي الله عنه صاد حمار وحش. أبو قتادة رضي الله عنه برياوي شكنا أولغا وهو حلال وإحرام بغلمغان على التتة وأصحابه محرمون همرالرة صحابة كرام الله إحرام بغلمغان على التتة. أسلدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمريكا مانغان Hudaybiye ile Ömürge mangan çağda Abu Qatada radıyallahu anhu bunu sahabının kalvallarının birisi. Abu Qatada radıyallahu anhu'na başka tarafta bir işi buyurgan Resulullah. Bir vazife teşkil. Resulullah misal baştarak yürüp kettik. Bir grup sahabeler aqdı qilib, bunu muayilab tursa Abu Qatada radıyallahu anhu vazifesini tap qo'liga yetishdi. Bu ihrom bo'lmaganda. Shunda tursa sahabelarimiz yavaşakdan buni ko'rib qoldi. Abu Qatadaning oq tarafida. Mana bir-biriga bunday qarab kulishgandan keyin bu nimishga qildiganda bular deb shunda qarasa yavaşakdan birisi turgan. Sonra bu otning ustida neyzamda piringa desa yapamiz. Yordamlashib. Sonra udirgan tushib neyzini ilib berib yavaşakdan o'tirib ekeldi. Ekelgandan keyin bular go'shtni yemaymiz. Çünkü bu ehramlı holatda ovlagan onu yesek bo'lmaydi deb bular asli cheklimdan xabar bo'lg'achqa yemaymiz deb turgan ekan ki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oxirida yetishdi bular. Yetishib bo'lganchalik bunday ahvol bo'ldi desa, siz buni ya ishorat qilib qo'yib, yo bayirni deb berib, hamkorlashga ahvol bormi, ziyorat unda ziyoratlar degan. Shu vaqt فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يتشلب أشو مثلا سوغان شغدا يسك بلندد. فقال: هل أشرتم؟ هل دللتم؟ قالوا لا. قال: إذن فكلوه. Bunda ise İsa'nın bulduğu diyen. Meşede aşu oğunun halallıkı ya ki aşu ehram bağlı Allah ise halal buldu diğerlikini neye bağlı koydu? İşaret kılmaganlık, hemkarlaşmaganlık. Bizim şundan şöyle bayağılar buluşum ki, mesela kullan deyimiz, bunda yolluk alı tağılar bu. Tağılar, ya yavaşak sen buldu, yavaşakını oturar şimdi. قال: ولأن الإشارة والدلالة في معنى القتل لما فيه من إزالة الأمن عن الصيد فيتناوله النص. Yani bir taraftan bu hadislerden ispatlanan, mesela ayetlerin özünden ispatlanan değişik buldu.
la taqtul sayd dedi. O'ttamanglar degandan ichida sen qo'l tiqib bevosita o'tasanmi, o'taganlik bo'ldi. Tutib bersanmi, birsi o'tasa, u o'taganlik bo'ldi. Hamkorlashganlik o'taganlik ekan. Davom ekan. Shu oyatning o'zidan o'ttamanglar degandan ichiga unda ishorat qilmoqlar, hamkorlashmoq degan kirib ketadi. Chunki ishorat qilib yo o'rni dabirib boshqalar qilib o'tagizsa uni shu hayvonlardan xotirjamligini yo'qotib bilan tutmagan bo'ldi. Manki shu oyatning o'zidan la taqtulsay degan o'zam o'tama o'tirdan boshqasini uni ko'rsatib qo'yma yoki o'rnini dabama degan bo'ldi. Karridi val mu'in yordamlashuvchi hamkorlashishga o'xshash fi qatl bani adam. Xuddi bir insonni 10 kishi hamkorlashib o'tagan bo'lsa, hammasi qatil hisoblangandek, hayvonni o'g'lashda ishorat qilib ko'rsatib qo'yib, bunda hamkorlashsa, bu qatil hisoblanadi. Chunki bu yerda ehrom bog'lovchi ehrom bog'lash orqali men nishaki jonivorlar, hayvonlarga qat'iy ta'ruz qilmayman. Buni qo'rqitmayman, o'qitmayman, xotirjamligiga daxl etkazmayman deb shaklini shartga kirgan. Ishorat qilib ko'rsatib qo'ysa, u hayvondan xotirjamligini yo'qotgan bo'ladi. Red degan hamkorlashuvchi, yordamlashuvchi degan bo'ldi. Musa alayhisolamning voqealigida va akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i rid'an yusaddiquni inni akhafu an yukadzibun. Qala walal qamla li'annahu izalatu ash-sha'th. Qam degan pit. Ehramli holatda pitni o'tkazib bo'lmaydi. Yani buni nishi o'tkazib bo'lmaydi. Li'annahu izalatu ash-sha'th. Bu pit insonning badanidagi kirlikdan paydo bo'lgan. Badan kir bo'lib ketsa, shuningdan o'zligidan shuna paydo bo'ldi. Shuna buni xuddi nimaga o'xshatdi? Chashtak narsa emas. Buni o'xshatib, kecha o'sib o'tgandek yoki saqlanib o'tgandek bunda ahvol bo'ldi. Sha'sni biz chechishda paqbiyab, bunda tuga ahvoldiqo. Xuddi bu anda shuni chechini taraf yoki qisqartib bir aram olgandek deb qaradi. Shu buni o'tirib qolsa, azroq sadaqasi bo'ldi. Nima kichkina bo'lgan ekan, azroq sadaqa qilib qo'ysa bo'ldi deb qaraydi. Mesela bir yaş kitabını oturup kalsa, kalğan narsa azraq bir sadaqası buldu. Bir atal kent koyatmaz, bir atal xoma, bunda bir koyuş buldu. Lekin üçtün iş ketse, onunla ma'lum miqdarda bir sadaqa bekitgan. Yani yarım saat. Musa Aleyhisselam'ın kavmiga Allah Teala şu balani berdi-ku, neştürlük azapның cümlesinden فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. Yani bunu elib o'tdami yayi tashlab qo'yishgan o'xshash, o'tdagan bilan o'xshash. Chunki bu yerda hozir bir badanda bir narsani tozalagandek ahvol bor edi. Shuna boshqaning badanida bo'lib qolsa, yoki yerda, yoki boshqa bir gilamusiga itpog'imiz o'tirsa mayli. Lekin shu badandan yo'qotmaslik lozim. Buningga munosabatlik yana chekatga o'tsa, qanday qiladi degan masalasini kitobimda to'xtaldi. Chekatga aramda ko'p tildi. Birinchi biz borgan vaqtda shu oppoq maydon, aramning maydoni, chekat bilan to'shab ketgan. Yagdasa cho'qim chekatga silg'alib. Mesela qayalsa, yana qaplaganda endi bo'lib. Chekatkining go'shi olib olgan ekan, bu endi cho'ng qo'mdan cho'nroq bir narsa. Yoki ma'san sherning o'g'linday. Shuni bir talni o'lab qolsa, ish shuni o'ldimas. Yoki o'tirib qolsa, ba'zi ulamolar az bir narsa sadaqasi bo'ldi deydi. Ba'zilar bir xoma, bir chekatga azmi o'xshagan ekan, bir chekatga bir xoma. Hazreti Ömer Abdullah ibn Umar'dan tamratun hayrun min jarada degan. Ba'zilar bir siqim ashliq sadaqa qilgan. Buni muvattadimi o'qidik-ku, tamratun hayrun min jarada. Ibn Abbas qabdatan min ta'am dedi. Lekin maktabda chekatga urlik yapildi. Hatta muvattadini chekatganingki asli kelishi dengizga bir kitning tushkirishidan chiqadi degandek har xil gapni o'qidik-ku. Endi bu quruqlikning hasharotlari hisobida. Qala va yajuzu lahu qatlul baraghith. Baraghis buga wal baq sho'sa. Sho'sini sizlardan bilasizlar. Yataqildi bo'ldi-ku.
Barag'is asaklaydigan buga. Lug'ati akalunal barag'is dedi. Shuna bir lug'at bor. Bugun o'ttasi bo'ldi, shusini o'ttasi bo'ldi, val zubab, chivin o'ttasi bo'ldi, val hayya, jizanni o'ttasi bo'ldi, val aqrab, chayanni o'ttasi bo'ldi. Sarig'ishak deb qo'yamiz. Xotan yo'q bu. Chayan xotan yo'q. Chun chayan desa xotanlikni bilmaydi. Val fa'rati chashqan, val dhi'bi bo'ra, val ghurabi qaga, val hidaati hidaatgan sa, va sa'iris siba va undan boshqa barliq yirtqichlarni ittasi bo'ldi. Ida salat alayh insonga hujum qilsa, etilib qolsa. Amma al-baraghisu tafsili bir-birlab to'xtalsak, buga, chusa va chivin bular fali annaha laysat bisaydin. Chunki bular ov emas. Wala mutawallidatun minhu. İnsanning badanidan paydo bo'lgan emas. Minhu deganda badanil inson. Shuni ko'rsatish kerak. U saydni ko'rsatmaydi. Sayd degan o'ldigan hayvonlar. Falaysa qatluha izalatash-sha'f. Shuna uni o'tirash inson o'zining badanidan bir narsani tozalagandek ahvol bo'lmaydi. Izalatash-sha'f sekunda degan to'q aramli holatda. Va tabda'u bil adha. Bu narsalar insonga ziyankesh qiladigan narsalar. İnsan buna çakılmasına kilodon ziyankesh qilishga boshlaydi. Va kadalika namlu val quradu. Chumulmishunda, chumulni anqimazda kitoblarda masalan qora chumula, seriq chumula bular insonga azab urdi, boshqa turli azab olmaydi deyishim. Degan shadam chumulning insonga azab urdiğini bilib qolsa, shuni ta'sir bo'ldi. Azab olmaydi o'zidan shilan bo'z bakarni o'tirib, o'zini ko'ydirib bunday qilib bo'lmaydi. Val qurad. Quradni biz hayvonlarda bo'lgan mesela kana, yapılaq etdiq-ku. O'tgan bir aytishdi. Shu hayvonlarga chaqirishadigan indaqlar. Kana deydi yoki yapılaq deydi ba'zi yerda. Ba'zi yerda shunda ko'p deb bunda aytish mumkin. Lima zakarna, yani bu aziyat va dog'liq shu. وأما الحية والعقرب والفأرة والذئب والغراب والحدأة جزلان شيان شاشقان بöre ve qağa sağ qatarlıqlar bolsa bunu ötürəşdinki caizliğinin delili qavlihi sallallahu aleyhi ve sellem xamsun minel fawasik yuqtalna fil hilli vel haram. 5 türlük ziyandaş var. Bu ziyandaşlar haramda olsun, halal dairde olup qalsın, nerede görsə ötəsi bulduğan hayvanlar, ya canavarlar. Ne için favasikta batılgan, fısık degan to'g'ri yo'ldan, siziqdan chiqayotganini ko'rsatdi. Çünkü asini fasik deymiz. Chashqanni bir hadisda fuaysiqa degan, fasik degan. Bu asli insonni ziyon qiladigan hayvonlar bo'lg'achqa, jonivorlar bo'lg'achqa, yoki o'zining kamiridan chiqayapti shunda, ha? O'zining kamiri joyidan chiqib, insonga ziyon qiladigan narsa bo'lg'achqa, shunga fasikda batilgan. Yak fasda batılışınki ötəs bulmadığın bir hürmeti var başqalarının. Mağlup dairden çıketken. Bunu ötəsən buldu degen boğaçqa, şu dairden çıketken boğaçqa fasda batılgan. Yak yaxşılıqdan bütünlay soğulup çıketkenlikten desek buldu. El-hida'atu vel-hayyatu vel-aqrabu vel-fa'ratu vel-kelbu-l-aqur. Hadiste aş 5'ni sanadı. Ve fi bazı rivayet zâde el-ghurab. Hadisin bazı rivayetlerde, bazı varyantlarda qavdib keldi. Ve zekara fi rivayetin el-zi'be. Yani bir rivayette böğürdep geldi. Kelbu-l-aqur diyen g'alcir et. Bazı ulamalar bununla böğre, tülke, sırtlan, şir yolvaslarını qetilishi mumkin. Yani ki mezhepte el-kelb ise şu adetimiz tanıdığım ne deb qaraydi. Qalu ve huvel muradu bil kelbil aqur. Yani şu böre kelbil aqurdan maqsad qilingan şu deb izoh berdi ular. Ev huwa fi ma'nahu. Yoki shunun ma'nosi aqur degan yarlanduvchi degan bo'ldi. Fa'aqaruha fadamdam alayhim. Undan keyin anki mezhepte ishlab hayata xavf etkizadigan, zaxmlantiradigan istolab qolsa, it yoki shunga o'xshash böre, qoplan, tulka va shunday narsalar bo'lib qolsa, hammasi o'xshaydi. Wal ghurab qaga huwa alladhi yakulu al-jaf, tapaydigan qapqara qaga. Iqi yo'q. Yani bu mazhabda al-qag'ni o'tasi bo'lmaydi deydi. Al-qag' bilan qapqara qag'ni ayiradi.
Rengi qapqara bo'lsa, bu uchun tapiydigan, mesela uloqlarninki dumbisini cho'qoldigan, ko'zni cho'qoldigan, unda jannadan ahvollar bo'lg'achqa ayrı. Dik hadisda unda ayrılmagan. Yani bu mazhabda shunda ayrıydı. Hadisda unda ayrılmagan. Qolgan bo'lsa o'ttasan burada deydi. وَلِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ تَبْدَأُ بِالْأَذَى. İnsan bununla çıkılmışsa insana eziyet verişki başlayır bula. وَأَمَّا السِّبَاعُ yani yırtıkçı hayvanlar dedi. Yırtıkçı hayvanlar ucum kalsa, etilip kalsa, hırs kıysa ve salat diyen tegiş kıldırıyor, ucum kıldı, etildi diyen. فلأنه لما أذن الشرع في قتل الخمس الفواسق لاحتمال الأذى شريعة جوكرت بشترلك زيانداشنı insan azavurdu da öttasan buldu da qırğaçqa فلأن يأذن في قتل ما تحقق منه الأذى كان أولى azı bir şey çokum boğan hayvanlarını elbette öldürüşki ruhsat kılıdı. Bu kıyas evlevi. Ondan aş 5 türlü hayvan şeriat nassan birbirlep sanıdı. 5'i şu 5 değil. Bundan başkasına bana kıyas kılmaz. Ya kıyas evlevi ya adet kıyas olsun. Onda kıyas ile ispatlandı. Lakin hadisiyle namazı. Başkalar mesela kelbül akur dese böğürüm olmuş kelbül akurdan şirketi de o. Değişim. Ya büge başkanın peyda oluşum ki. Yok, bedenin çıkıdı. Mesela bir insanla bir ay sulap koyulur, kiyimini samını son aşında bir ay dursun, bedeniyle peyda oluşum. Ya o jukşu mümkün başkalardan. Başka balalarda mesela 5'e yesilde mesela, mektepte jukda ahval var. Lakin asli peyda oluşu bedenin peyda olduğu değil. Ya kendimi şu, yani bir mezhebden öptersen bulmaydı da qaragan qarshida bu nereden paydo bo'lganligini tahlil qilib bu badanning paydo bo'ldi deb moyalishiga. Lekin hozir mesela doktorlar bu nereden paydo bo'ldi ya bunda falan nereden paydo bo'ldi deb boshqa şey deyishi mumkin. Lekin shu vaqtlarda badanning paydo bo'ldi. Balki bular shunda bir yerga damni solinib qolsa, ashuna o'zikidan boshqa hech qanday bir yerdan kelmasa o'zikidan paydo bo'lganligini tajriba orqali isbotlagan bo'lishi mumkin. Mesela şu tamaklıma yemek bu narsa o'zi paydo bo'ldi. Gülünün içinden şu quruq o'zligidan paydo septin kirmaydi. Bedendikini o'taz bo'lmaydi. O'zining bedeni bo'lsa, deb bunda o'taz bo'lmaydi. Lekin boshqaning kelib bo'lib qolsa, ya joy ketib qolgan bo'lsa, uni o'tirasi bo'ldi deydi. Yani bu bedendikini o'taz uchun bo'lmaydi. Bu inson shu shaxsan g'ubra kelish kerak Allohning huzuriga. Hozir bu sal o'zini tuzashtirib, sal aramaganda qildi deb matrabdan cheklaydi. Qashlat bo'lib qolsin. Qaşlaşını biz, bunda qattiq qaşlamaysa, mesela qattiq qaşlasa çat çıkıcıgan ehtimalim var. Şu jüngan çağdım, başı jüngan çağdım, şuna nıqıtlam, juyaldı tazı ulap, bunda jumaydı. Çaç sakalını ulap juysa, ya ki bunda qaşlasa, çat çıkıp qalsa, sakal çıkıp qalsa, çatak. Şunu ötürüp qalsın çatak. Lekin bunun o'xshashida ba'zi bir narsalar masalan hara Hasan Sharif deymiz nama salma qo'ng'oz chivindidoq chivindidoq aytdim bunda hasharotlar buni nima qilsa o'tashmaydi deydi. Chunki badandan paydo bo'lgan ham o'ma emas, bir kun yeydigan narsa bu o'tirasmaydi deydi. Qala va la yaksiru bayda as-sayd. O'ninki tundirilib qolsa buni chaqvasi bo'lmaydi, sundirasi bo'lmaydi. Li'annahu aslu as-sayd. Chunki bu o'ninki asli tuxumi shu. Ya'ni u shundan keldi. Masalan, yavudak, tuyg'u qushi va bu shunga o'xshash narsalar. Yani bir mazhabda bununki agar tuxumni chaqilib qoldi bu. Chaqilgandan keyin ichidan o'lak cho'ji chiqib qolsa, to'lam keldi. Ash tuxumni ichidan o'lak cho'ji chiqib qolsa, o'lak cho'jiga to'lam kelgan. İmam Quduriy mana Tejrid degan kitobda qol ashabuna idza kasara baydan fihi farqun mayyitun la ya'lamu annahu mata qabla al-kasri لا يعلم أنه مات قبل الكسر ضمن قيمة بيض فيه فرق وأشد شجس با تخمن قيمتنا تلاقيه
bu oğulga münasiblik meselelerde bunu çekiyor kanlar türlü hayvan buluşu mümkün. Bunun da aş ayette وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوُو عَدْلٍ مِنْكُمْ diyor. Mesela bir hayvanını o'ldi ya o'tirib qo'ydi. Shuni cho'ngchisiga qaraymiz. Agar shu bahimatul an'am masalan biz yeydigan charmallardan to'qo va katta degandek narsalarni shuni yaqin qildigan bo'lib qolsa, shundan birini to'laydi. Masalan, kekdan birini o'ldisa bir qo'y. Yavkalidan bizning qilgan bo'lsa bir kala. Qirg'ovdan birini qilgan bo'lsa bir to'qo masalan. Shuni to'laydigan. Yaqaşı to'lama. Yani bu to'lamni dal shunga yaqin qilgan o'zi qo'limizda hayvon bo'lmagan ekan, buning agar bahsini tushib qo'yash bo'lib qolsa, shunga yahkum bihi dawa adl minkum. Ishonchlik, tajribilik, amin ishkilab bu manch pullik bir narsa, manch pul to'lam deb bahoni bekitib qo'yadi. Masala shu. Xush tuxumni bo'lmasa, ichida cho'jisi bor tuxumdan birisi bo'lsa, to'xuga yaqin bo'lsa, to'xuninkini hisoblaymiz. To'yuqishini olib qolsa, to'yuqishini degan musulmonda aytildi. 3 ta dadam esa to'yishi mumkin, tuxumni pishirib yeysa. Uni bir ba'lishi mumkin. Shunda bir ba'lab bekitib qo'ydim. Tuxumni uchun doira kirmaydi bo'lsa, bu to'qa u doirasi emas. Bu inson baqadigan, o'zi xohlagancha chiqib ishlaydigan tuxumlar, o'zining qo'l ilkida. Bu o'g'lash kerak emas. Endi masalan, yo o'dak, yo g'azning abjadın qilgan tuxumlar olib qolsa, bundan berib chaqama olaman desa, o'layman deb qolsa, o chaqdan to'lanadi. Halbuki o degan inson normalda o'zining qo'l ilkida emas, o'zida hapilishib erishadigan narsa, tutilgan narsa. Qala va la yaqta'u shajaral haram. Haramning daraxtlarini kesmaydi. Albatta bu daraxtlarninki kesib bo'lmaydigan qasiyatsa aşılı tere etmezsen, ya bağı yasab östürdüğün ösümlük dildiraxlar emas, eşyada özü ösep qalğan, aşında dildiraxlar məsəl qılın. Bunun təfsilatlarında gepli var. Bu mesela qurup qalğan olsanda bulmaydı. Yani bu halal olsun, haram olsun. Yani halal dediğimiz ihram bağlamak için. Halal olsun, ihram olgan bo'lsin, her ikisi haram doirasida dildiraxlarni kesib olmaydi. Olmuşunda lil hadis, yani haram doirasida qolsa, olmuşunda. Bunun delili şu hadisde. Şu hadisga asosan cheklangan ish. Bu hadis qaysi hadisda shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkani fath qilib kirgan vaqtida bu so'zlar shunda degan. Bu mashhur hadis Abu Shurayh radhiyallohu anhu rivoyat qilgan. Buxoriydan ba, Muslimdan ba. Innalloh harrama Makkah wa annaha uhillat li sa'atan min nahar. Faman tarakhasa li qital Rasululloh sallallohu alayhi vasallam faqulu innalloha adina li rasulihi sa'an min nahar thumma 'adat hurmataha kama kanat. Yani şunlar mazmunda. Yani Allah Teala Mekke'ni, şu Mekke dairesini haram qilib o'tgan. Shunda hurmati bor, nurg'un mubahishlar cheklangan haram doirasi qilib o'tgan. Mana faqat 1 soatlan halol qilindi. Yani Mekke fath qilgan chaqda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qurolliq kirgan-ku, urushga olibdi. Shu chaqda mana 1 soat ruxsat qilinib, keyin buning haromligi yani asli qaytdi. Kimiki Rasulullohning uyat urush qilgan, agar bunda urushni qilsak bo'ldi deb qolsa, Rasululloh 1 soat ruxsat qilgan, keyin asli qaytgandan la yuqta shajaruha, daraxt kesilmaydi, va la yu'dad shawkaha, tikanlarni kesilmaydi, va la yultaqatu luqtatuha, shirg'an yo'lda tepib olgan narsani ichida hep qo'yilgan yo'q. Faqat bu shuni egisini tepib bir e'lon qilib, egisiga yetkazay degan niyat bilan asib bo'ldi, bo'lmasa og'ir bo'lmaydi. Shu chaqda Abbas radhiyallohu anhu, ya Rasululloh bizni shu chir yoki julg'indek bir narsani shuni biz to'meychilarimiz, musulmonlar ishlatadi, ya uyni yepish ishlatamiz, qabrlarimizga ishlatamiz, shuni ruxsat qilgan bo'lsalar, illa al-izhar. Ashuni kesishga ruxsat degan. Qaşadis şu. وَلِأَنَّهُ مَحْظُورٌ عَلَى الْحَلَالِ.
Yana bir dalil qiyas avlaviy. Bu dal-daraxtlarni kesish Alloh kishigami, ya'ni ihrom daris kirmagan kishigami shaklingan bo'lsa, ihромlik holatda qo'sh shaklini olib turganligi albatta shaklimda. Haramning shaklimisi bir, ihramning shaklimisi bir, ikki haramlik bor demakchi. Bu Makka haramini ko'rsatadi. Biz bayatlanagandek shu haram doirasida ihrom bog'lan kishi bo'lsin, ihromlik kishi bo'lsin, har qanday shu dal-daraxtni kesib bo'lmaydi. Lekin dal-daraxtni kesib qolsa, jumhurning nazarida ashunda bunday o'xshi deb yaqinlashtirib turib hukm qilamiz. Masalan, yo'g'on daraxtdan birini kesib qolsa bir kala, o'rtal daraxtdan birini kesib qolsa bir qo'y, kichikroqni kesib qolsa bir to'xo deganda. Lekin İmam Abu Hanifa'nın nazarida ashuni qimmatini dedi. Mush daraxtni hech bir bağlaymiz majbur. Shu kun to'laydi. Albatta bu ayram doirasida dal-daraxtga naqd qimmat to'xtaydigan narsa. Hozir shunda bir daraxtni sug'urib, o'stirib, ihyo qilish uchun necha ming dollar kerak. Lekin Madina haramga o'xshashmasmi? Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir hadisda Alloh taolo Makkani haram qilgan, men Madinani haram qilyapman. Dal-daraxtlar kesilmaydi, tikanlar kesilmaydi deb shunday hadisda bayon qilgan. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu al-Madinatu haramun min kada ila kada. Yani Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday dedi. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Rasululloh shunday dedi. Al-Madinatu haramun min kada ila kada. La yuqta'u shajaruha wa la yuhdathu fiha hadathun. Man ahdatha fiha hadathan فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Yani bu dal-daraxtlar kesilmaydi. Buningda odatdan tashqari bo'lib bakmagan yangi bir jinoyat, bunda islomi yangi bir islomi qilinmaydi. Nachar ishlarni yangi ishlarni paydo qilib bo'lmaydi. Kimki ashada gunoh ishlarni yangi bir paydo qilgan, uni Allohning Rasulining va barcha mu'minlarning la'nati bo'lib ketadi. Bu hadisga asosan jumhur ulamolar Madinaning harami haram. Biz haramayn deymiz. Uning dal-daraxtlarini kesishga bo'lmaydi. O'g'illarga ta'ruz qilish bo'lmaydi. Azavrish, qo'rqitish, o'g'lash ruxsat yo'q. Lekin uni jazo qilishda bular har xil qarashlar bo'lib. Ba'zi keladi, ba'zi kelmaydi, bunday kirdi, unday kirdi deb bo'linib ketgan. Lekin Hanifi mazhab shu, Madinaga unda daraxtni kesib bo'lmaydi, o'g'lisi bo'lmaydi deydigan unda haram yo'q. Chunki Alloh taolo ihramlik holatda la taqtul sayda va antum hurum dedi. Shunama ana oxiri va idza halaltum fastadu dedi. Ihramdan chiqqandan keyin o'g'lonlar dedi. Yani bu ruxsat, o'g'lsanlar ruxsat, xohlasanlar o'g'lsan bo'ldi degan. Shunga bu Madina ihramsiz kirsa ruxsat qilingan joy bo'lg'achqa ma'lum mazhabning dalili. Ihramsiz kirsa bo'ldi Madinaga. Hatto mesela ihram bo'lmoqchi bo'lgan kishi Madinaga kirib, uniki Zulhullayfaga chiqqan chog'da 8 kilometr shaharning sirtiga chiqqan chog'da undan ihram bog'laydi. Bu joyga ihramsiz kirsa bo'ldigan bo'lg'achqa, u yerning o'g'illarni o'g'lash, daraxtlarni kesish cheklanmaydi. Boshqa vujudlarga o'xshash, boshqa vujudga qiyos qilinadi. Madisda daraxtni kessangiz bo'lmaydi deb to'sig'i desa, Madina shunda dal-daraxtlar go'zal tursin, hijrat qilib kelgan bo'lib qolsa, soyasidan foydalansin deb dal-daraxtni kesmoqlar deb qo'ygan. Lekin buni kessam tulam puli degan gap yo'q. Unda qarshi tarafda bu tulam kilodi cho'qonda buning bir nas ko'rsatmagan. Hatto sahoba nurga odamni kelib turmadiniga. Birisi bir Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida kelib, o'rnidan birini kesib tiqyapanda bir ish qilib, o'dimni tutib, bunda tulam to'lgan degan bir ahvol. Yani bu bir xil Makkaning haramida alayda bir qaraladigan joy, lekin %100 aniq o'xshamaydi deganman. قال ويجوز له صيد السمك لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. مشاهد أساسا سو أولرنا أولس بلدو صيد البحر deniz ve derya olsun, kölçekler olsun أولرنا أولس بلدو. وطعامه diyen deniz sırtı çıkarırken nesleri. Sayd diyen şu oğulları. Ayetki delil noktalarını şunu gösteriyor. Ve hurrima aleykum saydul berri ma kuntum hurma. Quruqliqninki haram qilindi degan denizniki alilgan degan mazmun başım.
قال ويجوز له ذبح الإبل والبقر والغنم والدجاج والبط الأهلي. إحرامlık kişi tüge, kala, koy, öçke, toxu ve adette insanlar bakılgan ödeklerini boğuzlusu buldu. Bakardan içinde su kalısı deyimiz, potazlığını kirip gidiyordu. Decac, şuna okşaş insanlar bakılgan aşından asla. Battul əhliydi çünkü battı bu ödekninki yava ödekin var. Oğlab tutulgan yava ödekin boğaçkan battul əhliydi. Yava emas, insanlar bakılgan ödek. Şu məldə, eriklarının boyda, öylerde yürüdüğün ödeklerini bunda icma var. Muş nəslini ehramlı qalatda boğuzlusu buldu. Mesela tamaq yeməkçi, toxudun birinin boğuzluq ehramlı qalatda koydum bizim bu soyak yesi buldu. لأنها ليست بصيود. Çünkü bu nesle o emas. Çekilingini o ateş. Ama لإمكان أخذها من غير معالجة. Çünkü bu neslini tutup ötüreyip kalsa bakışıp ketmeydi. Kotandaki neslini tatbik edilen bozdayılan gibi. Lekin sayt diyen onun ağzını koğulap, ya ki okuya etip, ya ki kapkan kurup mesela. Aşında canlışıp tutulgan nesle. لِكَوْنِهَا غَيْرِ مُتَوَحِشَةٍ. Çünkü bu yavayı emez. Onun insanın kaçta bekilip tutulğuna yollar. قال ويجوز له أن يغتسل ويدخل الحمام. İhramlı qalatta juyinsi buludu, munçil kirisi buludu. لأنه يحتاج إلى الاغتسال للجنابة وغيرها. Çünkü o cenabet ve ondan başka işler için juyinişe ihtiyacı var. وقد اغتسل عمر رضي الله عنه وهو محرم. Hazreti Ömer radıyallahu anh ihramlı qalattan juyingan. Evet, juyingan çağda ehtiyat bilen saqqalla çeşlerini qattiq uğlab çıkıp ketgan derecede kişi juymaydı. Sahih Buxarida Abu Ayyub al-Ansari 5-ni juygan ihramlı qalatda. İbn Abbas bilan Misvar ibn Mahramashkaydan munozirlik qilib ehramlı qalatda 5-ni juyusu buludu, bulmaydı, ya juyusu buludu, bulmaydı degandek munozir qilgan chaqda Ibn Abbas radhiyallohu anhu Abdullah ibn Hunaynni Abu Ayyub al-Ansari'nin qishga evatgan. Unda olsa Abu Ayyub al-Ansari'dan so'raymiz. Abdullah ibn Hunayn sen berib so'rab kel degandikan, u kelsa Abu Ayyub al-Ansari juyunatgan olib keldi. Kelgandikan Ibn Abbas meni o'zlaridan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda ehrimli holatda juyunish ruxsat qilganmi, qilmaganmi deb shuni so'rashga aytganda desa, suv quyib berayotganimda bir latin tatib qo'yib, suv quyib berayotgan bo'lsa, shuni qiyada ko'stib, qo'lnida qilib, oldi orqaga yurishtirib, ko'sib ona. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mujunda juyungan yoki 5-ni juygan ko'sib bergan. Yani 5'ini juyib ko'rsatgandan keyin qala hakaza ra'aytuhu sallallohu alayhi vasallam yaf'al. İmam İbn Qudama al-Mughni degan kitobda la ba'sa an yaghsila al-muhrim ra'sahu wa badanahu bi rifqin. Fa'ala zalika Umar wa ibnuhu. Hazrat Umar va uning o'g'li shunda qilgan. Biz deymiz Hazreti Abu Ayyub al-Ansari'mi shunda qilgan va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunda qilganligini rivoyat qilgan. Rasululloh shunda qilgan deydi. Yani Hazreti Umar shunda qilgan, Rasululloh shunda qilgan. Ulamoning hammasini ijmo bilan ehrom bo'lgan kishi junub bo'lib qolsa juyundi dedi. Ehromni qolib juyundi dedi. Yani juyunish vojib. Lekin masala Deganda, sen shurut qilish ehtimoli bo'lg'achqa, juygan chaqda ulab bunda qilishmay, shunda suvni tekkizdiganga juymaymiz. Hem yana bir tarafdan bak izolatni tafaf idolat sha'f bo'lib ketmaslik uchun. Qala va yastadillu bil bayti wal mahmili. Uyulan va saylanlik narsalardan lapas deymiz. Shunda narsalardan saydisa bo'ladi. Mesela bir oyunun işi geçirip, aptaptan özünü dalda gelip, sahilip taşı buldu, ehramlı kalıpta. Ve mahmil diyen kajva, havudec. Kajva, tögünün üstüge onda bir sahiban kılıp, igenin üstüge kıygan bolsa, işte uttası buldu. Yak şunu okşa çidirinin mesela, fakat çidirini kılıp, uttası buldu demek. لأنه لا يصل إلى رأسه. Çünkü bu beşiği takışıp durup beşiğinde tigip durduğu alet emez. Beşiği tigip dursa bu beşiği uygulandık bırakması mümkün. Lakin beşiği tekmeyi
Unda qardı qo'ygan ekan bo'ldi. لأنه لا يصل إلى رأسه فلا يتغطى بشنو يقولون بميدو بشنو تجمعين. وقد ضرب لعثمان رضي الله عنه الفسطاط وهو محرم. عثمان رضي الله عنه إحرام بغلان على ونغا bir çidir kurup bergen saatler. Yani Hazreti Osman Halife vakti buluşu mümkün. Çidir ya ki kigiz şırdak diyasıga öyle. Kazaklılar bağı. Kigizöy. Fıstat diyor. يعني برادستا أصدق رسول الله وفي الباب عن الحصين بوسي مسلم رواية الغادس قالت حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. Yani kiyim bilan ustiğimda sayda aptaqını tosab turibdikan. Kunlik tusoldiga ajula. O meyli bulardi. Keyin beşini bir narsa tushunib yurganimiz bo'ldi. O vaqtdami, qilayotgan chaqdimi, ediyalayotgan bilan firqinamiz bo'ldi. O chaqda meyli bular. O ishni bilmay qilgan ekan. Muamlekin. Lekin bunda ma ihramlik masalalarda, haj ishlarda ba'zi bir narsalar bor. Buni masalan unutib qilib qilsin, bilib qilsin, yo hukmini bilmay qilsin, o'xshash bo'ladi. Bu ixloat holatda, mukallaf holatda emas desak, bir narsa emas. Va yashudda fi wasatihi al-himyan. Beliga hamyan taqvosi bo'ldi. Balvaqdak bir narsa taqab, bunga shu hamyan puldandim-do. Portmal shu narsani taqvosi bo'ldi. Burun hamda hamyanda banda bir qurimda narsa puldan qilib, baqanqa es oldiga isbotdi. Hamyan shu. Hamyan o'xshash bo'ldi. Chunki bu li'annahu laysa bilubsin. Chunki bu bir kiyim emas. Va hu muhtajun ilayhi li hifz an-nafaqa. Xayzaydigan pulni saqlash uchun hojininki shunga ehtiyoj bor. Xayzaydigan puldan az bir qism pulni silvasi bo'ldi. Hozirgi sharoitda u akagan dollarning dunyoning silvasi haramdan kesib o'lishi mumkin. O'g'ri bak yomon. Har xalqaro chet eldan kelgan o'g'rilar. Ama şu paç pulunu emasdan 50-60 lira, 100 riyalni unda ya taksi ishilgan, kira qildigan pullarni silishadi. Bo'lmasa o jiq pulni silasa, to'g'ri bilan chiqishadi. Shunga o'xshashimda, masalan, shamshar esvasi bo'ldi. Shunda ehtiyoj bo'lib qolsa, undan boshqa masalan, soat taqvosi bo'ldi, yuzuk silvasi bo'ldi. Qala va yuqatila aduwa. Dushman bo'lib qolsa, ular urush bo'ldi, qurolli urush bo'ldi. Lima taqaddam. Yuqorida o'tgan dalilga asosan, bu dalil qaysi? Yuqorida biz bayon qilgan hadis. Innalloh harrama Makka va annaha uhillat li sa'a min nahar. Mana bir soatdan ruxsat qilindi. Keyin shu hadis. Yoki shuni nima desak bo'ldi. Shu vasair as-sibai idza salat alayhi. Boshqa qanday yirtqich hayvon yoki inson shunda hujum qilsa, o'ttirman deb qolsa, uni taqobil turib, qarshi urib, urush bo'ldi. Oyatda shunda. Wala tuqatilu man al-masjid al-haram hatta yuqatilukum fihi fa in qataluukum faqtuluhum. Degan yerdan bir lima taqaddam degan bo'g'achqa biz qaysi dalilda joyini izlab baktık. Qala ve yukthiru min at-talbiyati aqiba as-salawat. Talbiyat olgan çağda lebbeyk Allahumma lebbeyk talbiyat olgan çağda talbiyani davomliq hat-patında to'lab turish alayda ta'kidlangan sunnat. Şunu biz bir qatimlam qilib talbiyani to'lab keyin to'lamasa sunnan tark qilgan bo'ldi, makruh dediq. Talbiyani ko'p to'laydi. Lekin qanday chaqilda desa aqiba as-salawat farz namozlarning keyinidan. Mesela biz cemaat bir 600 namazdık, 20-30 adam var. Bir yer düşmesen namaz okuduk. Okuduğunda Esselamu Aleyküm Rahmetullah, Esselamu Aleyküm Rahmetullah diyen ayetti bize de. Allah Akbar'da to'lagandek, lebbeyk Allahumma da to'lagangan. Va kullama ala sharafan da dungi chiqib qolsa, uni bir to'latamiz. Aw habata wadiyan yoki shunda chunqurlikqa o'ymonlik chiqib qolsa, bu yerda bir to'laymiz. Aw laqiya rakban, o tarafdan bir mashina shunda kelib qolsa, uning qarta bir to'latamiz.
Ve bil ashar yana sahar vaqtlarida sulusul layl akhir degan vaqtda Alloh taolo dunyoning aslini o'chirdi. Shu chaqda alohida vaqt o'g'ishda bu chaqda bir to'litimiz. Yani mesela abduzun düşken çağda, abduzga chiqib bir qo'zg'algan çağda, yani her bir yutkilish, o'zgarish bo'lgan ahvolda bir to'litindi. Yani başkalar labbayk Allohum deb to'lab bir so'zda ketayotgan bo'lsa, uni olsaqizmi to'litimiz. Kecha kelamasidan navasham qaramasiz bir to'litdi. Tang yo'rasi bir to'litdi. Qanday bir o'zgarish bo'lsa, yutkilish bo'lib qolsa bir to'litish bor. هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم. Bizim sahabe kiramlardan ve seleflerden şuna kelgen, şuna bizmo şulara erişip to'laymiz deydi. Mesela Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu'nun hemralari, şagirdleri, tabiinlardan şunda naql qilingan. Bunu Said ibn Mansur şunan degan kitobda rivoyat qilgan. Yana İbrahim an-Nakhai Ash'urullohda sahabe kiramlarninki talbiyan mustahab deb qaraydiganligini naql qilgan. Bu Musannaf ibn Abi Shaybada kelgan. Nishaychi bo'lsin. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka va atubu ilayk.